aka, bugün vallahi aka o'g'irlab kelganman aka. Narxini 6 million 500 ming so'mdan boshlaymiz labız aka mana. Videoni boshida like urib qo'ysin. Senga rahmat. Joning sog' ol. Seriozmi? Aka qo'yganman aka. Ishqilib prikol Serios aka qo'yapsanmi? 6 million 500 ming so'mdan narxlab boshlaymiz aka. Joning sog' bo'lsin. Gapimga. Assalomu alaykum Oybuguz kanalining qadri baland qadrli obunachilari, chorvador aka-ukalar. Afsonaviy Abdikrom bugun yonib ekran qarshisiga chiqargan akalar, mehnatni qadrlab bitidan like bosib, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqarasiz. Xudo xolasa, sifat sorti zo'ri faqat Oybuguz va Abdikromda bo'ladi akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz foydali maslahat hamda kerakli videolarda o'tkazib o'rmaysiz. Mana jonivorlar ko'ring. Xudo xolasa, ko'chatiga, sifatiga, sortiga zo'rlari kelgan. Like bosib oxirigacha ko'rasiz aka, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib yoritib beramiz aka. 23-may Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'ida, endi Saroy desa ham bo'ladi. Men tepa mahallamda turadi aka. Bemalol kelib savdosini amalga oshirasiz. Abdikrom boshidagi gaplar haqiqati, bizda uzdi ketdi. Bunaqasi yo'q. Yaxshimisan aka, qalaysan? Sog'lig'ing joyidami? Bormisan? Nima gaplar? Obunachilar yangilik bo'laman. Oybek aka mashina menga padarka qildi deysan. Issiqda Bale boshimni yutib qolmasin deb menga olib kelibdi Oybek aka. Bo'ldi, gap yo'q. Joning sog' Xudo bo'lsin. xolasa aka bugun bori mol sifatli sorti yaxshi yegan aka. Aka bu videoni ko'rayotgan odam aka imminni mol oladigan odam ko'rmaydi-da aka. Zerikib turgan odam ham ko'rib maza qilish kerak bu videoda aka. To'g'ri. To'g'risi gapda aka. Buni aka anekdotni ko'rsa ham aka zerikatda odam. Mana bu biz chiqaradigan narsa realniy narsa aka. Olsin, xudo xolasa narx-navolar yo'lida bo'ladi. Ablaziz aka mol qarab qo'ying aka. Xudo xolasa, baro ishlar 100% ga bitadi obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, Oybegizga obuna bo'lib turinglar. Qaydan ketamiz? Aka, maydalardan boshlaymiz. 6,5 dan ketaylik. 6,5 million. Odamda bor-ku, qotiradigan. Shvet. Hali Abdikrom mol sotib 6,5 millionga olib kelmadigan. Mana ko'ring. Shvet. Joning sog' bo'lsin. Aka shvetcha, nima deyapti? 6 million 500. 6,5 million so'm, aka, gap so'z yo'q. 7 million qo'ymaymiz aka. 6 million 500 Joning ming sog' bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Joning sog' bo'l. 6,5 million so'm. Aka shyapti, kastomini qarang deb. Kastomi ham zo'r o'jayni. Haqiqatdan. Mol arzon bo'ldi mashaval bilan birinchi sotilib kelsa kerak. Yana bilmadim. Mana bular undan ham arzon, ikkita novoz. Nech pul? Abdikrom oyoq qo'l stoyka holati, beli akalar, yelka qismlari ideal. Aka, endi mana yerda qarang. Buni eski qachondir ota zamonida qo'tirib bo'lgan, mana tukuni ko'ryapsiz. Atak hech qanaqa ziyoni yo'q. Mol kalla boshlari dumdumolab turibdi. Odam. Eng qizig'i buni toni ham chilayman, toni. Aka, kastomi ham o'ziga yarashgan. Nech pul? Narximi? Narx 20 million kammi? 10 milliondan. Ha, Bu qancha? 19 million kammi? Telefon qilsin. Ha, joning sog' bo'lsin. Mana bekara shu. Ay, mashallah. Mana shvetni ko'ring aka, nima deyapti? Aka, katta. Mana ko'ring. Ikkovi 20 million so'mga ketdi aka. Mana bu gaping erkakcha bo'ldi Abdikrom. Oldi bitta obunachim. Javob. 20 million so'mga arzon bo'ldi. Mashinalar bor-ku. Yana qarab turing, buni ham yechaman. Bugun aka video abishni bo'lmaydi. Kastomini qarang, mana kastomini. Kastomini ko'rsating aka, mana. Mana. Akalar, molni tuni, sifat, sorti, kalla boshi, oyoq qo'li har birini e'tibor bersin. ideal holatda aka turibdi. Ketdi aka. Narx ko'ring aka, shunaqa ham bo'lar 10 million so'mdan. Yoz bo'lib bu narxlar ham aka yerga bitta kirib ketyapti-ku, bilyapsizmi? Obunachilar qurbonlikka qo'yib so'rab yurgan aka-ukalarga mana yerda qo'ylarimiz ham bor. Aka, aloqa ikkita qo'y bor. Qo'y ham 2 ta qo'y bor kamida. Aka, eng pasi 40 kilo go'shi borda, aka 60 kilogacha go'shi bor qo'chqirlarimiz bor, kelishaveradi aka. Ana bo'lmasam kelaverasiz. Qo'y o'ta ko'p. Mana bu yerda ikkita xunajitchamiz bor aka. Biz ham xunajit olib keldik aka. Endi sizlar ham yildan qolib ketmanglar aka, mana xunajit Yo'q, aka arzon berdi, oldim. Men o'z xunajit olmayman aka. Aha. Arzon berganini isbotlab qo'yasan, keyin arzon deymiz uka. Nech pul qo'ysam arzon bo'lar mana shu kelam. Bilmayman, sen o'zing bunday qani arzon deding, bitta seni eshitdik. Keyin men aytaman arzon Aka, qimmat. ikkovini 9 dan qo'ysak bo'ladimi 8? Yo'q, Qimmatmi? arzon olsani. Qimmat degan gap o'zimdan chiqmadi. Arzon qimmat dedimmi? Arzonga bo'ldi 17 millionga ketdi aka gapimga. Barakasini bersin, bo'ldi, gap so'z. 17 million so'mga bir juft xunojin akalar. Like bosib qo'yasiz, ketdi, ber. 10 ta bitta qo'yib beraman. Like qo'llab turinglar bosib. 2. Mana bu 3. Aka chopaniga e'tibor bersin bularni. Mana bu 3, 4. Mana bu 5. Mana bu 6. Mana bu 7, 8, 9, 10 ta aka. Mollar haqiqatan действительно ko'chatlarni olgan, ey. Mol qarang. Kastomiga e'tibor berasiz, kastomiga hoji bola. Mol qarang. Sifat sortiga e'tibor beringlar molni.
Mollar, действительно, kачествоsi ham ideal holatda Sifat turibdi. holati zo'r bo'lmasa, bepul beraman. Gapimga egaman aka. Gapsiz yo'q. Bepul. Nechi pul Abdikram? Narxi 12 dan kam. 12 million so'mdan Desak aka ish bitmaydi. savdosi bor. 11 million 200 ming so'mdan obunachilaringizga xayriga o'tib beraman. Barakasini bersin. 112 million so'mga aka yana tan Oybek uzaman deysiz savdosi bo'ladi. Mana shunaqa molni qidirib kelgan odam yomon ko'p bo'lyapti. Yomon ko'p bo'lyapti, haqiqatan. Eminday mana shu molni topib keldim. Endi bitta narsa bor obunachilar. Savdogar nimaga javob beradi? Savdogar yetib borganingizda mol ko'rmas, cho'loqmas, yeb ichishga garantiya beradi. 5 kundan keyin mana janavarda ichini o'tkazib bersangiz, ya bir nimadir qilib qo'ysangiz garantiya bermaydi. Keyin bitta narsa, ha Oybek video reklama qilyapsan Abdikromdan, uka telefon qilsam mana deyapti aka. Bunday 10 tani ichidan bitta zo'rini tanlab olsangiz hech kim 11 million ga bermaydi-da. Bitta Abdikrom emas, boshqa savdogar ham bermaydi. O'ylang, pachka olsin aka deyapti. Pachkaga 11 million 200 dan aka yana o'tib beraman deyapti. Qarab tur. 1 2 3 to'ralama 12 million so'mdan tanlab olaveradi. Nargilari aka 10 million 800 mingdan ketaveradi. Yoqqandan olaveradi. 11 dan ham demayman aka. 10 million 800 mingdan nargi olsa. Mayna gapirib qo'yaylik. Jiyan sen haligita bilmadimi? Ko'p tekshiramiz, odam diqqati ham oshib qolyapti. Telefon qo'yamiz. Ketdi akalar. Ikalasin. Puli yengil. Aka, ikkovi 26 million kamini qilib beraman. 26 million 1 metr pul savdosi bor akalar. Mana bularni endi ko'rsataman aka. Maza qilib maqtaydan xonaga kelyapmiz. 2, mana 3, mana 4. Jonim sog' bo'linglar. Molda aka sifat sortiga bitta qarab qo'ysin. Qo'pollar mollar. Bo'laveradi. Nechi bo'lardi ikram? Aka bo'ylari 1 metr plyustanga. Aha. Narxi. Nechi pul? O'ylanma ikram gapir. Ha, gapir o'ylanma. 14 million so'mdan tan. Barbar aka. Ha, bu telefon qilsa aka 13.8 dan qilib beraman. Ha, otangga rahmat, joning sog'. O'ylanmay telefon qilsam. Bo'ldi, gapsiz. Ha, mana bu yerda aka ko'cha shaydonlariga bitta bor ko'rsatib ketay. Ketdik. Ha, joning sog' bo'ling. O, kellan ko'ring. Kalla boshlar alohida bitta tema aka. Like deb bosib Tug'ma qo'yamiz. to'qol aka mana shu. Xohlasa ketdi navbatdagilari. Mana birinchisi aka. Aha, tug'ma to'qol variantidan. Mana qarang. Ikkinchisi aka. Svet yaxshisini olaman degan ko'klar ekan qarshisiga yaxshilab o'tiraverasiz. Mana ko'ring. Ha, to'rtinchisi sifati udor aka. Bo'yi zo'r bo'lmasa ham sifati udor. Mana bu aka 5-inchisi. Mana bu 6-inchisi bo'ldi. Mana bu 7-ni ko'ring. Jonivorda, aktrisalarga o'xshaydi. 8. 8. Mana bu qarang. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14 ta ekan. Abdikram molda hazil yaxshilar kelgan bor. Kellasiga yetib Molda bor, molda danak kelgan. Haqiqatan, действительно danak kelgan akalar. Kimga qanaqa bilmadim, molda danak kelgan. Aka, bo'y 95 dan, hop, 95 plyusdan 1 metrgacha. Ha? Qo'lingizni bering, aka. Bir joyda olgan odamga 14 million so'mdan beraman aka bularni. Savdosi. Ha. Savdosiga telefon qilsa o'tib beraman aka. Baragasini bersin. Tanlab olish ham gapirib ketdi. Buni olsin aka. Olsin buni olsin. Ha, bo'yi deganlarga mana. Bo'yi deganlarga mana aka, sifatini erta kelajak zo'rini yo'q deganda 1 milliondan qo'shadiganini aka. Abdikram tanlab olishga gapirib qo'ydi. Tanlab olish 15 gacha bor aka. 15 milliongacha tanlab olishga mol bor. Hech kim aka berib qo'ymaydi. Ha, shuni inobatga olib qo'ying. Bekorga so'rab ketmayapman. Aka, diqqatpazlik, bir-birlaringni yomon ko'rish bo'lmasin aka. Bo'ldi aka. Kelgan narxi bor hammasini. Ketdi navbatdagilar. Mana 1-10 plyuslariga o'tamiz. 7 dona zo'ridan kelgandan aka. Bo'ldi. Oldi ko'rsataman mana. 1. Qarang, birinchisi uzunligi aka, oldi qo'llariga e'tibor berib turasiz. Ikkinchisi, moy ikkita aka, mana shu har doim aytaman, novvos mana shu ikkita suyagi to'lsa, xudo xolasa aka. Hali bular charchab. Buyog'i boshqacha bo'ladi. Yegan yo'q. Ikkinchisi aka. Mana Uchinchisi. Ha, jonim sog' bo'ling. Mana Ko'ring. aka uchinchisi. Ay, mashalloh. Mana buni ko'rsatasiz hozir. To'rtinchisi aka. Alhamdulillah, haq sirasi. Salomat bo'ling. Ko'ring. Qorin qismlariga endi qarang, oldi. Mana shu mana oldi qo'li bor, mana shu majrularga uzoqdan beraman. Bittani e'tibor qaratasiz, ko'ring. Mana buni korpusini ko'ring. 5-inchisi. 5-inchisi. Ha, joning sog' bo'ling. 6-inchisi. Ikkita olap akkilar bor ekan, ko'ring. Surilmaydi, juda qaysa. 7-inchisi mana aka. Endi akalar qarang, bir qator molda ustki qismlarini ko'rsatib chiqaman. Molda yelkasi, kalla boshi, ungani, hamma yeri aka ideal holatdagi buqa olaman degan ko'kalarga bemalol aloqaga chiqaverasiz. Abdikram, endi bularda bunday deymiz-da aka. 8 dan 1-10 plyusgacha. Hali yarim paltarashga mollar deymiz-da. Uju paltarashga o'tib boryapti. Yem talab mol bu. Mana shu mollar bunday boradi, yemini yeyish kerak. Yeyish kerak. Yeyish kerak. Bu mollar quruqqa bepay do'mir bepay, o endi aytaman. Bepayda yetalab yurmaslik kerak. kerak. Yurmaslik kerak bular. Uka, 7 tani gapir Abdikram, ke. Yengil beraman, bitta odam shashadi shu moldog'ani. Labiz aka shoshadi. Eshitaylikchi. Aka 17 dan. Savdosi.
16,5 dan aka. Yo, Abdikram o'xshatib qo'y senga erishmaydi. Tavba qildim. Tushaversa tushaveradi. Qo'ldan tortyapti vallahi. Oybeguz chata qo'yib qolibsiz. Nechundan qo'sh kerak bu molda aka? Senga yarashmaydi. Ha bo'ldi aka 16,200,000 so'mdan qilib beraman. Daragasini bersin, gap so'z yo'q. Lekin men mollarda kichkina, yo, men mollar kichkina ko'rganim yo'q. 18,5 ham qo'yyapti. Shuni aytyapman. Men bir nima deganim yo'q, mol sotishimiz kerakmi, axir? Aka, maqsad qo'yishdan, maqsad sotmoq. Ana shunday bo'lsa, reklamani kerak yo'q. 16,200,000 so'm chiroyli xayri bor aka. Bu 50,000 o'taman, 100,000 o'taman degan gapim yo'q. Mana chars degan joyga ish bitadi aka. Bo'ldi, otangizga rahmat. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turibsiz aka. Otangizga rahmat. Obunachilar, kimga shunaqa yirik buqadan tortib yosh ko'chatigacha kerak bo'lsa, ekran qarshisida nomerlarga har qachon biz bu yerga kelamizmi, kelmaymizmi aka, tavsiyamizni berib qo'yaveramiz. Like-ni bosib qo'yasiz, aloqa qilsangiz, ana bunaqa sotilgan variantlardan aka kelib siz ham olsangiz o'tkazib qo'yishadi qo'raga. 24 ga 7 aloqadaman aka, like-ni bosib qo'llab-quvvatlab Oybeguzga obuna bo'lib aka. Xudo xolasa Namangan viloyati Katta Qurama qishlog'i, To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'i aka kelishamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Otangizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Legenda.